O'zbekistonda жаңылык bu AMK Passat'ın 1 metr kvadratı özbek puluna 110 ming so'm bo'lsa, qirg'iz puluna 800 so'm bo'lgan. Anan keyin tonlar qalasanızlar gipki kamen var. Anın 1 metr kvadratı 300 ming bo'lgan bo'lsa, qirg'iz puluna 330 so'm bo'lgan. Biz hozir O'zbekistonning aka qaysi yerda turamiz? Shahrixon tumanida. Bu akamizning o'zining sehi, ishxona mana shu yerda baldan ishlab, AMK Passat'ın anan gipki kamenin türünü chiqaradi. Mana aka tonlar bu butkundagisi aybay qo'l so'lun chatgan. Ana mana shu yerda ko'rsatib turamiz. Aka bir qator aytib o'tingiz o'zingiz. Bu akrilik mramorniy kroshka bo'ladi. Har bitta zashni plyonкасы bor. Ustanovkadan keyin 3 sutkadan keyin ko'chirib ovorlashing shu shaklda chiqadi mana. Aka bu aybay jiltirab so'ng bo'lib turadigan-da. Bu shunday bo'ladi. AMK Passat'ga qancha yil garantiya beradi? 10 yil garantiya beriladi. Gipki kaminga ham 10 yil. 10 yil. Qirg'iziston bo'yicha dastavkalar qanday bo'ladi? Kargogacha dastavkamiz bor bekarga. Qirg'iziston fuqarolari o'zlari kelib mashinalar bemalol olib ketishi ham mumkin. Albatta. Mana o'shular AMK Passat'ni duoga jaqdan chaqirtiramiz. Mana aka do'stlar o'zlari ko'rgan shunday bo'lib javoblar, javoblardan plyonkalar bir qator sirilgandan keyin mana shunday yaxshiroq so'l bo'lgan Passat bo'lib o'tgan. Do'stlar, kimda keyin Qirg'izistonda tug'anlar uyingizda shunday AMK Passat men GP kamen qo'zlayman degan bo'lsangiz, количество ayoy ko'p, cheksiz zakaz qilib olsangizlar bo'ladi. Anan qaytib uстановка qilganda qog'oz autchenasini 5 soat qilib sizlarga o'rgatib qo'yamiz. O'rgatib qo'yamiz. Videoni maksimaldan do'stlar bilan bo'lishib, video foydali bo'lsa, yurak-jonini qizartib qo'yingizlar.